Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men bugun sizlarga har xil sidlarda o'ynashni ko'rsataman. Mimi deb yozsangiz sizda shuni ko'rib chiqadi. Shunda o'ynasa bo'ladi. Mana shunaqa oddiy Minecraft'da bo'lsa bo'ldi. Mana buni bittadan qiyinchiroq bo'ladi. Top ikkinchisiga o'tsak agar top ikkinchi modimiz bo'lsa nimada robot modi bo'ladi. Mod emas, robot deb yozsangiz chiqadi. Короче, o'sha yerda ikkita qishloq bo'ladi. Короче, mana bu yerda bitta qishloq. Mana birinchisi, ikkinchisi ham bo'ladi. Ikkita qishloq bo'ladi do'stlar. Qani uchinchi qishloq. Uchinchi qishlog'imizga bo'lsa x deb yozsak bo'ladi. Va agar bu meni ko'pchilik bilsa ham kerak, bilmaydiganlar uchun ko'rsatib o'tyapman. Mana bu yerda shunday suv bosgan qishloq chiqadi. Yo'qsa esa piramida ham bor edi. Piramida ham bor. Bo'sh kerak emas. Bu yo'q ekan. Top uchinchi qishlog'imizda COVID-19 deb yozsangiz ham chiqadi. Mana COVID-19 chiqish kerak edi. Chiqadimikan? Qani? Ko'rib chiqmadi. Mayli. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna ham bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Xayr.